Rayhon yoki Munisa Rizayeva? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva yoki Lola? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva yoki Ziyoda? Zo'r ikkalasi ham bozor. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva yoki Shohruxxon? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva yoki Hamdam Sobirov? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva yoki Jahongir Otajonov? Munisa Rizayeva yoki Mashhur Muhammad? Munisa Rizayeva yoki Gulsanam Mamazoitova? Juda hurmat qilaman hammalarini. Mashq ko'raman ijodlarini-chi. Kim? Munisa Rizayeva yoki Yulduz Turdiyeva? Yulduz Turdiyeva. Qadrdonimiz. Ha, bo'lmaydi, Munisa. Munisa Rizayeva yoki Yulduz Usmonova? Usmonova primadonamiz. Yulduz Usmonova yoki Imron? Menda endi Yulduz opam bo'lsin. Yulduz Usmonova, ya? Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, mana shu kontentimiz bo'yicha ko'p ovozlar bilan Munisa Rizayeva ko'p ovoz to'pladilar. Munisa opani atmetka qilib tabriklab qo'yishlar mumkin. Munisa opaga gaplashingiz bo'lsa bemalol. Yaxshi ko'raman. Munisa ijodini hurmat qilaman. Zo'r. Ozgincha bir qo'shiqlarni aytib bering, xursand bo'lsalar. Chunki meni kuzatadilar. Alamim bor. Yoqadi menga shu qo'shiq. Qo'shiq yoqadi, ya. Kattakon rahmat. Obunachilarga fikringiz bo'lsa bemalol. Omad tilayman hammaga. Qat omad tilaysiz. Kattakon rahmat. San'atkorlar hammalarini yaxshi ko'raman. Hurmat qilasiz. Qilaman. Endi tanlash kerak deyilgani uchun baribir. O'zingizni fikringizni aytdingiz, xafa bo'lishmaydi, chunki hammaning o'zining fikri bo'ladi. Kattakon rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bizga like, podpiska bosh esingizdan chiqmasin. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? San'atkor, blogerlar, sportchilar, farqi yo'q. Durdona Qurbonova. Durdona Qurbonova, kutinglar, atmetka qilib qo'yinglar Durdona opani. Xudo xolasa tez kunda ular bilan olamiz. Sizga bye bye bo'pti faqat. Xafa bo'lmang, gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 oling boriga